Range Rover'imiz tayyor bo'ldi. Ko'ryapsizlar, orqa tarafda yonlamda qaraganda g'irt Range Rover eslatib yuboradi, o'zi Leapmotor. O'xshashiga sabab stoykalarini qop-qora bruni plyonka qilib berganmiz. Ko'ryapsizlar, o'zi oq bo'ladi. Biz qop-qora qilib, tam qora qilib berganmiz. Stoyka, nikel, hamma narsasi padmas bo'lgan, zavodskiy qora o'z dugalari. Biz spoilerlarni, orqa tomni, panoramani qolgan joyini va ikkita stoykalarni qop-qora bruni plyonka qilib berganmiz. O'zingizlar bitta baho berasizlar turishiga g'irt Range Rover o'ziga o'xshab qolgan, zavarnoylariga ham bitta e'tibor berasizlar. Qop-qora bo'lib turibdi. Xullas, ishimizga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana hamma joylari qo'l mehnati. Yana ko'ryapsizlar, zavod bo'lib turadi. Qanga qilinmagan, qo'lni o'zida kesilgan va ichlariga qayrilgan, ko'ryapsizlar. Karchirlarda ko'chib ketmaydi, xudo xolisi sifat bo'lib turadi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Leapmotor olmoqchi bo'lgan tanishingizga va Leapmotor haydayotgan tanishingizga mana shu videoni tashlab qo'ysangiz, aka xudo xolisi kesali doda qilib mana shunaqa ishlarni bitirib beramiz. Mashina bir 80 ming, 90 ming dollarlik Range Roverlarni vidini berib turibdi.